Assalomu alaykum Faton Andijon obunachilari. Mana bugun sizlar bilan birga Faton Trackmate 1 ni yakkabalonli versiyasini to'liq obzorini ko'rib o'tamiz. Videoda oxirigacha ko'rib turing. Avtomobilimizning narxi va to'lov usuli bo'yicha batafsil ma'lumot beramiz. Mashinamizning oldi dizayniga keladigan bo'lsak, mashinamiz ancha faralari, oldi obsopkalari juda derski ishlangan. Ya'ni shumalini qovog'ini solib turgan modeliga holatiga o'xshaydi. Metallari ham juda baquvvat ishlangan. O'zimiz GM mashinalari 0403 likdan foydalanadigan bo'lsa, bularimizda esa 0708 likdan foydalanadi. Metallari ya'ni baquvvat. Mashinamizning balonlari, oldi ham, orqasi ham bir xilda 14 diska balon bilan jihozlangan. Shinalari ham ancha o'rtacha holatda bo'ladi. Bularimizki yumshoq ham qilib bo'lmaydi, sababi asosan bularimiz og'ir yuk bilan yuriladi. Dokumentiga 1,5 tonna yozilgani bilan baribir bunga o'zbekchilik 2 tonna, 2,5 tonna yuk bosiladi. Shuni hisobiga balonlari ozgina qattalik qiladi. Agar siz yengil yuk tashiyman desangiz, balonlarni yumshog'iga almashtirsangiz bo'ladi. Asosan bu avtomobilimizda og'ir yuk tashishyapti. 2,5 tonna, 3 tonagacha bemalol yuklasanglar bo'ladi. Yakka balon bo'lishiga qaramasdan bemalol og'ir yuklarni ham ko'taraveradi. Bortimiz razmeri 3.5 ga 1.65 bo'ladi. Ancha Kia Bongolarga nisbatan 30 sm ga uzunroq. Metallari ham changan shineriyalarga nisbatan ancha mustahkam metalldan ishlab chiqarilgan. Ya'ni ancha munchaga chirib ketmaydi. Undan tashqari pastki qismida mom qoplamasi bor. Bu ham ancha muncha zanglamasligiga yordam beradi. Risollari bo'lsa 5 talik. O'zi bilsanglar, Kia Bongolarda ham 5 talik bo'ladi. Ustunlik qilish uchun 6 talik qilishib oladi. Bunga 6 talik qilish shart emas, sababi risollari baquvvat bo'lgan hisobiga bemalol og'ir yuklarni ko'taraveradi. Eniga qo'shib qo'ygan bularimizda. Orqa dizaynlari ham juda chiroyli ishlangan, ko'rishingiz mumkin. Orqa faralari ham. Zadniy farasi bittalik bo'ladi bunda. Faqat o'ng tomonida, chap tomonida esa to'g'rimiz stop belgisi. Faton Trackmate 2 ni yakka kabina varianti. Mashinamiz saloniga keladigan bo'lsak, saloni ham ancha keng qilib ishlangan, ya'ni sidinalarni oldi-orqaga ligirovka qilsa bo'ladi. Oldiga tortib mashinamizni sidinasini ancha yotkizib dam olib ketsanglar ham bo'laveradi. Undan tashqari mashinamizda pult bilan jihozlangan sentr zamoyda, mana oldi afishkalarni ham ko'rishingiz mumkin. Yon oynalari ham elektronik bo'ladi. Avtomobilimizning ruli ham elektroustlik gidravlika. Ya'ni gidravlikani ikkinchi bosqichi desak ham bo'ladi. Magnitofon va chiroyli displey bilan jihozlangan. Ko'rishingiz mumkin. Tablosi ham juda chiroyli. Yana bitta qo'shimcha qulayliklarga keladigan bo'lsak, mashinamizda konditsioner, pechka mavjud. Yozgi kunida bemalol muzdek havoda ketishingiz mumkin, qishki kunida issiqqina. Mashinamizda shumkasi ham yaxshi bo'lgan hisobiga qishda javon-jo'qachalik sovuq urmaydi. Ya'ni o'zimiz bilsanglar joydagi labolarda ikki sidina, ikki yonboshidan uvurlab sovuq kiradi. Bunda unaqa narsa yo'q, xudo xolasa. Mashinamizda eng muhim joyi motoriga keladigan bo'lsak, motori 1.5 atmosferniy motor bilan jihozlangan, bemalol metan propa o'rnatilgan holatda minsanglar bo'laveradi. Undan tashqari avtomobilimiz mexanika korobkada, korobkaga tushishlari ham juda yumshoq, ko'rishingiz mumkin. Ko'pchilik zadniy tushish muammo bo'ladi, boshqa avtomobillarda bunda unaqa narsa yo'q. Tushishlari ham juda yengil. Mashinamizning eng muhim joyi rasxodiga keladigan bo'lsak, rasxodi juda ham kam, ya'ni o'zbeklarimiz bop. Benzin tanlamaydigan motorimiz hozirda 7 ta rasxod bilan, yuki bilan 7 ta rasxod qiladi benzinda. Hozir apkatka bo'lgan hisobiga oshib ketsa 10 ta rasxod qilishi mumkin. Lekin yurgan sari rasxodlarimiz ham pasayib boradi, lekin hozir 7 ta rasxod ham Damas, Labolarga nisbatan ancha kam deganida, bu gavdasiga, bu yuk ko'tarish qobiliyatiga juda kam mashinamiz. Bularimizni narxi juda ham arzon chiqarilgan. Xalqbop hamma ham olsa bo'ladi. Bu narxiga keladigan bo'lsa 175 million so'mga Andijon filialimizga kelib xarid qilsangiz bo'ladi. Undan tashqari bizda halol nasiya asosida muddatli to'lov ham chiqarib bera olamiz. Boshlang'ich eng kam 30% qancha ko'p to'lasangiz, shuncha oylik to'lovlar arzon chiqadi. Masalan, 30% 60 million so'm atrofida mashinamizga to'lov qilib, 1 kun ichida nomingizga rasmiylashtirib chiqarsangiz bo'ladi. Qolgan summasini 18 oyga muddatli to'lovga chiqarib beramiz. Avtomobilni xarid qilish uchun siz Andijondagi Faton rasmiy dilerlik markaziga tashrif buyuring. Siz xohlagan usulda avtomobillarimizni chiqarib beramiz. Manzilimizga keladigan bo'lsak, Piyospayaning oxiri
Toshkent Pitayt yo'prasi joylashgan. Bu tomondagi orientirimiz esa 36-postdan 100 metr kelganda aeroport yo'lida. Test tirafiga yozilish yoki batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing.